Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana o'sha ozvuchkali videolarimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan kupichi pishiramiz ojon retseptlari bo'yicha. Birinchi o'rinda biz bir kosa qatiqqa 1 choy qoshiq chayli sodani qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin 250 gram sariyog' bilan unni kroshka holatiga keltirib olamiz. Undan so'ng qatig'imiz va mayonezimizni qo'shib yumshoq xamir qoramiz. Xamir qorib olganimizdan keyin xamirimizni 1 soat davomida xolodilnikka dam oldirib qo'yamiz. Shunda xamirimiz yana ham yumshoq bo'ladi. Undan keyin xamirimizni teng ikkiga bo'lib olamiz. Teng ikkiga bo'lib, xohlagan shaklda listiyligi moslab yoyib olasizlar. Menda dumaloq listida, shuning uchun dumaloq qilib yoyib oldim. Ichiga xohlagan nachinkalarni qilsanglar bo'ladi. Men go'shtli nachinka qildim. Buni ichiga sir qo'shsanglar ham ajoyib ta'm bo'ladi. Va ustini paketma-ket yopib, ustiga tuxum surtib, xohishga ko'ra sedana, kunjut sepishinglar mumkin. Men qora sedana sepdim. Ajoyib kupichimiz tayyor. Issiq holda yesanglar, meni duo qilasizlar. Eng ishonchli retseptlar faqat mening kanalimda. Obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.